Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Ushbu Nexia bir avtomobilimiz sotiladi. Yil 2004-yil, bosib o'tgan masofasi 530 ming kilometr. Xo'p, kraskalarga keladigan bo'lsak, kraskalari bor. Tomdan pastiga boshqatdan sepib turib olsa ham bo'ladi. Agar yo'q, menga tirikchilik uchun kerak deydigan odam bo'lsa, shu holatda haydab yursa ham bo'ladi. Yomon emas holati. Mana har tomondan ko'rsatamiz. Hop, motor, hadovoy qismlarida ishi yo'q. Balonlari mana o'rta holatda balonlari, o'rtadan balandroq desa ham bo'ladi. Xo'sh, mashinaga pult uстановка qilib qo'yilgan. Xo'sh, yana qulayliklardan magnitofon kolonkalari ishlaydi. Hamma yo'q joyida. Ichki salonlari yaxshi holatda. Olib mazza qilib tirikchilik qilaman degan akalarimiz uchun bemalol olib haydab tirikchiligingizni qilsangiz bo'ladi.